Vatan uchun nima qilish kerak? Abdori Muhammad Yusuf. Biz kuchliklar, ojizlarni yeb yashaydigan, o'rmon qonuni hukm surayotgan bir zamonda yashayapmiz. Dunyo yaralgandan beri bu qonuniyat o'zgarmadi. Kuchliklar kuchini yo'qotmagan muddatgacha kuchlik bo'laverdi. Ojizlar kuchlik bo'lishga intilmagan muddatgacha ojiz qilaverdi. Bara-bara dunyodan yo'qolib, tarixga aylanib qoldi. Atrofimizda cho'ng beliqlar kichik beliqlarni yeb, samirib yashayotidi. Kichik beliqlar asta-asta munqarzlikka yuz tutyotidi. Chunki yashash uchun kuchli bo'lish kerak. Avstraliyani besib olgan angliyalik inglizlar Avstraliyaning asli fuqarolari bo'lgan aborjin millatini o'ldirib tugitishni niyat qilgan bo'lsa-mu, ularni qo'g'lab borgan inglizlar Avstraliyaning issiq balvaqqa joylashgan rayonlarining issiqiga bardoshlik berolmaganlikdan qo'g'lashdan voz kechish sababli fuqarolardan intayin oz sondagi kishilar hayot qolgan ekan. Avstraliyada yashaydigan bir do'stimning aytib berishicha, hozir Avstraliyadagi yerliklarning nisbati butun Avstraliya nufusining 1% tashkil qiladi ekan. Vatanimizdan inglizlarni qo'g'lab chiqaramiz, Avstraliyani ozod qilamiz degan biror aborjinning ovozini anglab baxmadik. Chunki ular tugidi. Ularning tugishi bilan ulardagi ruh va irodami tugidi. Hech qanday bir davlat yoki bir millat aborjinlarga ich og'ritib, ularning davlatini o'zlariga elib berish kerak deb baxmadi. Andalus, hozirgi Ispaniya o'z vaqtida islom davlatining poytaxti edi. Miladi 710-yildan 1492-yilgacha islom hokimiyati yurgizilgan. Ko'plagan madaniyatlar maydonga kelgan, ilm-fan taraqqiy qilgan bir islom markazi edi. Bütün Yevropalıqlar bu markazga kelishni va uning madrasalarida ilm-ma'rifat o'rganishni orzu qiladigan bu shonliq islom markazi Qizil Kiris Xristian mustamlikachilar tarafidan ishg'ol qilingandan keyin u joydagi musulmonlar yo Xristian dinini qabul qilish yoki o'lib tugishishdan iborat ikki tanlashga majburlangan bo'lib, ko'plari o'lib tugidi. Shuning bilan 800 yilga yaqin islom hokimiyati yurgizilgan va islom madaniyat markazlaridan bo'lib kelgan Andalus davlati Xristian davlatiga, aholisi xristianlarga aylanib qoldi. Hozirgi kunda hech qanday bir musulmon davlatining yoki musulmon jamoatining Andalusni qaytarib olamiz deganligini anglab baxmadik. Chunki unutilib ketdi. İntiqam aladigan, o'z vatanini qaytarib oladigan jonlar o'lib tugidi. Keyingilar o'zlarining dardi bilan qoldi. Demak, har kim o'zini o'zi qutqizishi kerak. Boshqa biri uni qutqizib qo'ymaydi. Hatto Alloh taolamo jim yotgan xalqni qulluqdan o'rlikka ochqib qo'ymaydi. Agar shu xalq o'zligidan harakatga kelib, qulluqdan qutulish yo'lini izlab maydonga tushsa va yo'li haq bo'lib, shariat va tabiat, ya'ni sabab bilish qonuniyatlariga amal qilgan bo'lsa, Alloh taolo ularga cho'qim yordam qiladi. Bu payg'ambar alayhisalom bilan sahobalarning misoliga o'xshaydi. Agar u xalqning yo'li haq bo'lsa-mu, ular shariat va tabiat qonuniyatlariga amal qilmagan bo'lsa, Alloh taolo ularga yordam qilmaydi. Ularni o'z iqtidoriga va kuch-quvvatiga tark etadi. Ular o'z tirishchanligiga qarab ya g'alaba qiladi, ya yengiladi. Bu dunyo adolat qilmaydi, insof qilmaydi, hech kimga va hech bir millatga ich og'ritmaydi. Haq nohaq bu dunyoda bir taraf qilinmaydi. Kim kuchli bo'lsa, haqiqat shuning yenida bo'ladi. Shuning gapi oqidi. Chunki bu dunyo haq nohaq ayriladigan, adolat hukm suradigan joy emas. Uning o'rni oxiratdir. Bu dunyo jafodan qo'rqmaydigan, chidamchanlik bilan ishlaydiganlarga qurilgan maydon bo'lib, ishlamagan odam yoki millat garchi Alloh taologa iymoni bor, mu'min bo'lsa-mu, bu dunyoda natija qozonolmaydi. Ishlaydigan odam yoki millat garchi kofir bo'lsa-mu, u ishlagan ishining natijasini cho'qim ko'rdi. Alloh taolo Qur'oni Karimdagi inson faqat o'zi ishlagan ishning natijasini ko'rdi degan so'zida inson deb keltirgan
möhmin inson yoki kofir inson demagan. Mayli qandaq millat bo'lsin, qandaq inson bo'lsin, ishlagan ishlaydi. Bularning hammasini o'ylaganimizda tövendikidek natijalarga erishimiz. Birinchi, bizning oxirat kuniga bo'lgan iymonimiz kuchlanadi. Alloh taolaning adolatiga bo'lgan talpinishimiz oshadi. Chunki bu dunyoning naqchiliklari, insofsizligi, adolatsizligi bizni Alloh taolaning adolatiga talpindirdi. Oxiratdan iborat haq-naq ayriladigan, adolat o'z o'rnini topadigan, zolimlar jazosini tortadigan, zulmga uchirganlar intiqomini oladigan bir kunning bo'lishi aqlning va adolatning taqozzosidir. Navoda oxiratdan iborat adolat %100 amalga oshadigan, haq-naq ayriladigan, hatto mangusiz hayvonlarning qisosi mangulik hayvonlardan ilib beriladigan bir kun bo'lmasa edi, insonlarda adolatga talpinish, naqchilikni yomon ko'rish hissiyoti bo'lmagan bo'ladi. Chunki yo'q narsani tasavvur qilg'ilimi bo'lmaydi. Ikkinchi, biz o'zimizni o'zimiz qutuldirmasak, bizni cho'ng davlatlar yoki musulmon xalqlar va yoki qondosh xalqlar qutqizib qo'ymaydi. O'zimizdan boshqa hech qanday davlat, hech qanday xalq bizning g'imimizni yemaydi. Hatto Alloh taolami bizni qulluqdan, asoratdan qutqizib qo'ymaydi. Chunki Alloh taolo yotqanni yo'lamaydi. Ammo o'rnidan turganni, harakat qilganni, qonuniyat bo'yicha ish qilganni yo'lab qo'ydi. Alloh taolo burunqi payg'ambarlarning ummatlari ichidagi zolimlarni halok qilish orqali ezilgan mu'minlarni qutqizib qo'ygan bo'lsa-mu, bu qonuniyat Muhammad alayhisalomga kelganda o'zgargan. Shunga Alloh taolo islom ummatiga ababil qo'shinlarini avatmaydi. Ularning dushmanlarini o'zi halok qilib bermaydi. Mu'minlar Muhammad alayhisalomdek shariat va tabiat qonuniyatlarga to'liq amal qilsa, Alloh taolo ularga cho'qim yordam qiladi va ularni dunyoga hukmdor qiladi. Agar musulmonlar zamonimizdagidek Alloh taolo koinotni bekitgan va Qur'on Karimda nozil qilgan qonuniyatlarga amal qilmasa, Alloh taolo ularga yordam qilmaydi. Ularni o'z kuch-quvvatiga tark etadida ahvoli hargiz yaxshilanmaydi. Uchinchi, zulmdan qutulish, mustaqillikka erishish uzun musofirlik yo'l. Bugun yoki atli qo'lga keltirgul bo'ladigan ish emas. Bu yo'lda hayajon, hissiyot, g'azab, ochiq, sabrsizlik ishga yaramaydi. Bu yo'lda chidam, aql farosat, fahm, idrok, yiroqni ko'rish iqtidori va izchillik kerak. Mustaqillikning ishiga kelib bo'lgan falastinliklarning ahvolini hamma obdan biladi. Ularni dunyo qo'llamayotdi yoki ularning Isroiliyadan o'z haqqini elishga kuchi yetmayotdi. Mustaqillik degan har kimga chiroyli anglanadigan, ezilgan mustamlikning dardini bo'lg'ich tortgan xalqning ko'nglini xush qiladigan, chiroyiga kulki beg'ishlaydigan chiroyli so'z. Har qanday Uyg'ur mustaqilchidir. Hatto Xitoyda yuqori mansabga chiqqan g'alchi Uyg'urlarmi koshki mustaqil bo'lgan bo'lsak, cho'ng bir Xitoy davlatining kichik amaldorlari bo'lgandan ko'ra mustaqil bir davlatning davlat arboblari bo'ladigan deganlarni ko'nglidan kechirdigandi balkim. Demak, mustaqillikni xohlamaydigan Uyg'ur yo'qdir. Ammo mustaqillik degan quruq shuar bilanla, orzu armon bilanla va hissiyotga tayinib qo'zg'ilib qo'yish bilanla amalga oshmaydi. Mustaqillik uchun izchil ishlash, ilm, ma'rifat, kuch-quvvat, pam-parosat talab qilinadi. Dunyoda har kim ishlagan ishning natijasini cho'qim ko'rdi. Kechikib bo'lsa-mu ko'rdi. Xorma darxi tikkan odammi uning xormasini o'zi ko'msimi, uning avlodlari ko'rdi. Chunki xorma darxi 20-30 yildan keyin meva beradigan daraxt bo'lib, uni tikkan odam umuman keyingilar uchun tikadi. Chunki ko'p hollarda uning umri mevani ko'rishga yetmaydi. Bizda qilgan emgaklarimning mevasini avlodlarim ko'rsin deydigan xolis niyat umumlashgan chaqda
bizning ishimiz cho'qim g'albiga qarab yo'l oladi. Bizda qilgan ishimning natijasini men ko'rishim kerak, bo'lmas qilmayman deydigan shaxsiyatchilik illati yo'qolib, hammamiz xurma darxi tikkan odamdek savrchan, chidamliq, g'armas bo'lib yetilgan chog'da bizning ishimiz rivoj tepishi mumkin. Nima qilish kerak? Mustaqillikqa erishish yo'lida qilishga tegishli ishlarning ichida eng kapolatlik va eng mevalik bo'lgani odam yetishtirishdir. Chunki dunyoni o'zgartiradiganlar odamlardir. Yaramliq odami bor millat hargiz ojiz emas. U hamon orzusiga yetmay qolmaydi. Şoňa biz aldı bilen avlodlarimizni mustaqillik uchun kerak bo'ladigan ilm, ma'rifat va ong saviya bilan yetishtirib chiqishimiz lozim. Buni amalga oshirish uchun farzandlarimizni eng oliy va eng qimmat maktablarda sifatlik o'qitishimiz shart. Barcha boyligimizni farzandlarimizni o'qitish uchun sarf qilsak, eng oqilona ish qilgan bo'lamiz. Chunki bizning eng cho'ng boyligimiz avlodlarimizdir. Siyosatni biladigan, dunyoni tushunadigan, vatanini suyadigan o't yurak farzandlarni yetishtirib chiqish har bir Sharq Turkistonlikning bosh tortib bo'lmaydigan majburiyatidir. O'zining farzandlarini o'qitolmagan yoki farzandi bo'lmagan vatanparvar kishilar boshqalarning tirishchan va aqlli farzandlarini o'qitib qo'ysa, bu eng katta solih amal. Sadiqa jariya qatarda Allah Taalaning dargohida yoziladiganligi shaksizdir. Hozirgi paytda xalqimiz va dinimiz uchun buningdan katta xizmat yo'qdir. Payg'ambar alayhisolamning ish izlariga qaraydigan bo'lsakmi, uning da'vatining beshi iymonliq, yaramliq va o't yurak insonlarni yetishtirishdan iborat bo'lgan. Payg'ambar alayhisolam avval odam yetishtirgan, ondan shariatni tatbiq qilgan. İslamның dastlabki chog'larida alohida katta xizmatlarni ko'rsatgan sahobalarning to'lisi yoshlar bo'lib, payg'ambar alayhisolamning qo'lida tarbiyalangan ashu azmatlar dunyoni o'zgartgan. İnsanlarni insonlarga qul bo'lishdan qutqizib, Alloh taologa ibodat qilishdan iborat azizlikka elib chiqqan. Har qanday ish kichikdan boshlab cho'ngiydi. Mustaqillik uchun besilgan har bir qadamni hargiz oddiy sanamaslik, bu yo'lda to'xtab qolmaslik va izchillikni qo'ldan bermaslik kerak. Yahudilar buningdan 100 yil ko'proq vaqt ilgari Falastinda Isroiliya davlatini qurishni planladi. Uni qurish uchun ular to'sqinlik qilib turayotgan Osmaniylar davlatini yo'qotish shart edi. Chunki Osmaniylar davlati Yahudilar taqdim qilmoqchi bo'lgan ko'p miqdordagi oltin, kumushni Osmaniylar davlatining tog'dak bo'lib ketgan qarzlarini to'lab berish talabini qat'iylik bilan rad qilib, Yahudilarga Falastindan bir g'irish tuproqni bermaymiz deb ching turgan edi. Ammo Yahudilar Falastinda Yahudi davlati qurish planidan qat'iy voz kechmadi. Osmaniylar davlatidek uch qit'aning hokimiyati ilkida bo'lgan qudratli davlatni yo'qotish niyatidan yonmadi. Farzandlarini mushu yo'lda va mushu planda yetishtirdi. Natijani tez qo'lga keltirishga aldirab ketmadi. Savrchanlik bilan, chidamlik bilan izchil kurash qildi. Türk tarixida Osmaniylar davlatini Theodor Herzl va Immanuel Qarasuvdan iborat 2 nafar Yahudi yiqitgan deb yozadi. Poytaxt Abdulhamid degan ko'p qismli filmmi buni isbotlaydi. Theodor Herzl bilan Immanuel Qarasuvdan iborat bu 2 nafar Yahudi Isroiliya davlati qurilishidan yarim asrdan ko'proq vaqt burun yashagan odamlar bo'lib, ular qurilmoqchi bo'lgan Yahudi davlatining asosini soldi. Ondan Isroiliya davlatini bu 2 Yahudining irodasiga varislik qilgan Yahudi avlodlar qurib chiqdi. Yahudi davlatiga asos solgan mazkur 2 Yahudi mustaqil Yahudi davlatini ko'rolmadi. Ammo ularning avlodlari ko'rdi va hur yashash fursatiga ega bo'ldi. Mana bu bizga o'xshash mustamlikada ezilgan bir millatning yaqinqi zamonda qo'lga keltirgan natijasidir. Natija ana shunday planli holda izchil ishlash, ormay talmay kurash qilish, avlodlarni shu yo'lda yetishtirish.
Qilgan əmgəklərimning nəticəsini mən görəlməsəm, qandaq boludu demay, nəticəni avladım körsün, aşılar hür, erkin yaşsın, mən aşılarning parlaq keləcəgi üçün işlay, deydigan ezgu niyat və fidokorlik bilan qo'lga keladi. 2021 yili 4 ayning 20 kuni.